Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Hop. Afsona fasol darvozamiz tayyor bo'lgan holati. Xorazmga chiqib ketilgan darvoza bo'lishi kerak adashmasam. Afsona fasol. Mana shunday holatda. Kalitkasi. Bu tepadan ko'rinishi. Zamoklar ham o'rnatilgan. O'ziga xos. Zamoklar o'rnatilgan. Shunday holatda. Oldi orqa bir xil ko'rinishda bo'lgan. Bunisi bo'lsa Dubai fason rolikli 90 gradusga ochiladigan variantda bo'lgan. Buni ham oldi orqasi bir xil holatda ishlangan. Bu hozir ko'rinib turgan holati orqa holati. Orqa holati mana shunday holatda oldi bundan farqi mana bu teshigi bo'lmaydi. Bu rolikda mana regrovka qilingan teshik bo'ladi. Bu orqa holatda bo'ladi, orqa ko'rinishda. Mana regrovka qilib bo'ladi. Ichkarida tayyor bo'lyapti. O'zgacha ko'rinishda hech yerda topilmagan variantda bo'lib qo'yadi. To'g'ri o'tamiz. 3 qavatli shumkali variantda bo'ladi. O'rtasiga mana bu lazerni guldan o'yma holatda bu qo'yilib chiqarilgan. Bu tarafimizda ham Dubai fason varianti, faqat orqasi tekis bo'lgan variantlar. Hozir ko'pchilik tushunmayapti, bu qanday rolik qo'yilyapti. Hop, roligimiz balonchaliklari bu tarafga ketgan, roligimiz o'qi bu tarafga ketgan, mana bu joyda uголник qilib pehvatga berilyapti darvozaning o'ziga. Roligimiz bo'lsa mana bu ichida yuradi shunday holatda. Bunday holatda yig'iladi bular. Eshikchasi, mana darvozamiz eshikchasi oldi ko'rinishi. Mana holatda, yana bitta Dubai fason variantimizdagi darvozamiz tayyor bo'lyapti, rama holati. Maket qilgan to'g'rilar. Ramalar ichki ko'rinish dizayni mana shunday holatda chiqardi birinchi chiqishi. Keyin mana shunday listlar bosib oldi orqasidan. Mana bu joyiga ham bitta profil tashlanadi ichki tarafidan. Bu listi sentrni hisobiga olinadi. Shu uchun keyinroq list bosilib turganda qo'yiladi. Profilimiz. Hop, zavodimiz ichkari tomonda. Xo'sh, hayta ko'rinishdagi taraf varianti deyiladi. Mana shunday ko'rinishdagi darvozamiz. 2 qavatli, oldi orqa bir xil variantda bo'lyapti ham. Ahamiyat berasizlar, rolikli 90 gradusga ochiladigan variantda bizga. Bu tepasi ochilgan qismi. Ochilgan rolik chiqaryapti. Harakati bor. Bu tarafa Dubai fason. Hozir paytda Dubai fason rosa ko'payib ketdi. Hop. Mana bu joyda mashq tayyor bo'lib qo'ygan, yarim holatda tayyor. Dubai fason holatida garajga berilgan bu Tojikistonga Xonobodonga o'rnatilgan darvozamiz. Garaji mana shunday holatda tayyor bo'lgan. Oldin ochiladigan holatda bo'lgan. Bu pastda turgan darvozamiz beshariq. O'zimiz beshariqda ropqonga o'rnatilgan darvoza. Mana shunday holatda bu tepasida ochilmagan qismi endi ishlab beriladi. Qavatini boshqa. Bunisi ham shu Xonobodonda katta darvozasi. Dubai fason dizaynda Xonobodonda o'rnatiladigan darvozamiz. Mana roliklar ustunlikda bo'lyapti. 2 qavatli ishlarga bosilgan.